Davom etamiz. Toshkent metrosida 2027-yildan boshlab yo'lkira haqini bosib o'tilgan masofa yoki bekatlar soniga qarab to'lash tizimi joriy etiladi. Shuningdek, abonementlar va imtiyozlar tizimi paydo bo'ladi. 2028-yilning oxirigacha esa bekatlarga vending apparati va kichik savdo nuqtalari joylashtiriladi. Bu talablar shu yil 15-may kuni imzolangan Toshkent metropoliteni faoliyatining samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarorida nazarda tutilgan. Hujjatda metro infratuzilmasi va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bo'yicha yana qanday choralar belgilangan? Muxbirimiz Sohiba Akromova batafsil so'z yuritadi. Endilikda Toshkent metropolitenida 10 yilliklardan beri amalda bo'lgan yagona tarif tizimi o'zgarmoqda. 2027-yil 1-yanvardan boshlab yo'lovchilar endi bir xil emas, bosib o'tgan masofasiga qarab haq to'laydi. Bu haqda 13-may kuni prezident ishtirokida o'tgan 2030-yilgacha metroni kengaytirishga bag'ishlangan taqdimotda ma'lum qilingan edi. Bu shahar transportini boshqarishda yangi bosqich sifatida baholanmoqda. Yangi tartibga ko'ra tarif bekatlar soni va yo'lovchi yurgan masofaga bog'liq bo'ladi. Hozir amaldagi tizimda yo'lovchi masofadan qat'iy nazar bir bekat yurgan yo'lovchi ham shaharning bir chetidan ikkinchi qismigacha borgani ham bir xil to'lov kartada 1700 so'm yoki naqd pulda 3000 so'm to'laydi. Rasmiylar fikricha yangi model ana shu farqni hisobga oladi. To'lov tizimini takomillashtirish, yanada takomillashtirish maqsadida yo'lovchilarimizga sifatli xizmat ko'rsatish hamda soddalashtirish maqsadida metropolitenimizda yurgan masofasiga qarab differensial tariflarni qo'llash ko'zda tutilmoqda. Bu orqali yo'lovchilarimiz yurgan masofalarga qarab kam yoki ko'p to'lashlari mumkin. Bu tajriba dunyoning yirik megapolislarida allaqachon qo'llaniladi. London, Moskva va Seul kabi shaharlarda tarif masofaga qarab hisoblanadi. Endi Toshkent metropoliteni ham shu yo'ldan bormoqda. Buni o'rganishlar natijasida rejalashtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu haqida qo'shimcha ma'lumot beramiz. Yil oxirigacha belgilangan ushbu rejalarni o'rganib, aholi qatnovini chet el tajribalariga asoslangan holda ushbu tariflarimizni qo'llashdan oldin aholimizni xabardor qilishga harakat qilamiz. Bunda aholi toifalari uchun imtiyozlar, kunlik, haftalik va oylik abonementlar joriy etish imkoniyatlari ham o'rganilmoqda. Mutaxassislar bu tizim transport oqimini tahlil qilish va yuklamani to'g'ri taqsimlashda muhim ahamiyatga ega ekanini aytmoqda. Ammo yangi tariflar qanchalik qimmat bo'lishi hozircha ochiq qolmoqda. Xullas, bir narsa aniq, Toshkent metropoliteni yangi iqtisodiy va raqamli boshqaruv modeliga o'tmoqda. Sohiba Akromova, Farruh O'tbosarov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.